Nursulton Ro'ziboyev va Xoakim Bakli jangida biz ko'p narsani bilib oldik. Nursultonda qanchalik darajada kamchiliklari, yutuqlari borligini do'stlar. Hech qanaqa men Nursultonning kamchiliklari, boshqa narsasi haqida gapirmoqchi emasman. Naborot, bugun Nursultonda qanchalik darajada progress bo'layotganligi haqida gaplashmoqchiman do'stlar. Albatta, Bakli bilan jangdan oldin ko'pchilik MMA ni tushunadigan jangchilarga Nursultonda bo'layotgan muammolar bilinardi. Chunki parterda kontrolni yaxshi ushlaydigan, bolyoga bermaydigan jangchilar Nursultonga muammo tug'dirishi bilinardi. Stoykada kombinatsion zarbalar beradigan jangchilar muammo tug'dirardi va uni uzoqdan beradigan zarbalardan qochib turib Nursultonga yaqinlasha oladigan jangchilar muammo tug'dirishini bilar edik. Buni biz bildikmi? Raqibni umuman komandasi Nursultonni to'liq o'rganib chiqadigan komanda aniq biladi. Lekin bularni to'g'rilay boshlaganligini men aytmoqchiman. Men mashqlarni ko'rdim. Va bir necha akalarimiz bilan o'sha Nursulton yonida yuradigan akalarimiz bilan bir suhbatda bo'ldik musobaqada va uni qanchalik darajada jismoniy quvvatga ishlayotganligi, ya'ni jismoniy kuchini oshirayotganligi. Janglarda bilasizlar, MMA janglarida juda ham katta ahamiyatga ega bu narsa. Ayniqsa Bakli bilan 3-raundda biz bu narsani sezdik. Bu narsani sezdik va Nursultonda kuch kamayganligi, balkim vazn ko'p tashlab yuborganligi, balkim qanaqadir muammolar bordir balkim. O'sha narsalar Nursultonga xalaqit berganligini sezdik, lekin bular ustida ishlayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. Nursulton o'zi tabiatdan chidamli jangchi. Uncha-munchaga taslim bo'lmaydi. Uncha-munchaga nokaut bo'lib qolmaydi. Men eslatib o'taman, yana boshlaylik. Bir necha punktlarni aytib o'taman. Demak, distansiya kontrol Nursultonda zo'r. Distansiya kontrol, ya'ni masofa kontroli Nursultonda zo'r. Bu birinchi eng katta yutug'i. Ayniqsa endi distansiyada raqib zarba bera olmasligi boshqa va mana shu masofadan turib Nursulton zarba bera olishi bu boshqa masala. Ya'ni Nursulton uzoqdan turib zarbalar bera oladi va mana shu zarbalarni tekkiza oladi Nursulton. Bu menga yoqadigan xislatlardan bittasi bo'ladi. Va o'zim Nursulton bilan jangga chiqqanman bir vaqtlar, havaskor sportda jang qilganmiz. Nursultonga haqiqatan yaqinlashish qiyin, distansiyadan yaxshi zarbalar beradi va natijani aytmayman do'stlar. Shuning uchun g'iybat bo'lib ketmasin. Ketdik. Bu masofadan turib aytdik. Kontrol, raqibni zarbasidan qochish va raqibga zarba berish masofadan. Endi zarba kuchi. Nursultonda insonni bittada uxlatib qo'yadigan zarba yo'q. Lekin Nursultonda zarba berib turib, miyani charchatib, inson miyasini charchatib, zarbalar orqali tinkani quritib yiqita oladigan qobiliyat bor. Ya'ni dona zarba beradi. Siz zarbalardan keyin biroz o'zingizni yo'qotasiz, ya'ni qo'pol qilayotsa, g'ashingizga tegadigan zarbalar tegadi. Nursultondan bang uzoqdan kelavergandan keyin va bo'lasiz raqiblar o'zini yo'qotishni boshlaydi va o'shanda Nursulton keyin kombinatsion zarbalarni boshlaydi. U jang vaqtida kombinatsion zarbalar bilan kam beradi. Qachonki ishonch hosil qilgandan keyin, raqib izdan chiqqanda ishonch hosil qilgandan keyingina zarbalar beradi. Bu albatta buni agar progressga qo'yiladigan bo'lsa, bu stil Jon Jonsning stiliga o'xshab ketadi, bilasizlar. Jon Jons ham xuddi shunday yakka tartibdagi zarbalar bilan tinkani quritib, keyin kombinatsion hujumlarga o'tib ketadi. Va nimaga ishlashni yana davom ettiryaptiki, jismoniy kuch eng katta ahamiyat. Eng katta ahamiyat berilyapti jismoniy kuchiga. Nursulton agar shunisini ishlasa, adashmasam men eshitdimki, vazni ham oshgan, ancha 84 kilogramga ushlayotgan jangchinikiga yaqinlashyapti. Vazni bilasizlar, 84 kilogramdagilar 100 kilodan deyarli yana chiqib keladi va Nursultonda unaqa vazn baland emas edi va u vazn qo'shayotganligi, unda ko'p ganiyat ham qilmagan hech qachon Nursulton. O'sha vazn qo'shayotganligi va demak bunga Nursultonga qiziqish kattaligi va professional o'sha qarovchilar, ya'ni UFC'da jangchilarni tayyorlayotgan professional mutaxassislar, dietolog, boshqa kuch har bitta punktini o'lchab chiqadigan mutaxassislar ishlayotganligi bizni xursand qiladi va uni Nursultonni 84 kilogramm topida ko'rishimiz menimcha yaqin qolyapti. Chunki birinchidan yosh, 84 kilogramm uchun juda ham yosh Nursulton va hali natijalarga erisha oladi. Yakka tartibdagi zarbalari juda ham qattiq. Endi parterga o'tamiz. Uzr, men sal gaplarim aralashib ketyapti, lekin menimcha bu narsani tushunib olyapsizlar. Stoyka haqida gaplashdik, endi parter haqida gaplashamiz. Parterda Nursultonni menga bitta yoqmaydigan joyi bor, imkoniyat beradi raqibga.
ko'p imkoniyat beradi. Bu nimaga? Xuddi anakondaga o'xshab o'zini tuzog'iga tushirish uchun Nursulton raqibga imkoniyat beradi. Raqib o'zini xavfsiz his qila boshlagandan keyin Nursulton hujumga o'tishni boshlaydi. Bu ba'zida unga foydaga, ba'zida zararga o'ynab qolishi mumkin. Masalan, Baklini misolida ozgina zararga o'ynadi. Nursultonda yaxshi vaziyatlar bo'ldi, chiqib ketish vaziyatlari bo'ldi. Lekin baribir agar partner kuchli, masalan, Deriderga o'xshatgan jangchilar qo'shildi. Hozir partner juda ham kuchli, masalan, Hamzatlar o'sha vaznda partner kuchli jangchilar Hamzat Nursultonga muammo tug'dirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men juda ham xohlardim Sulton parterda imkoniyat bermasdan o'zini stili, ya'ni unda bir zo'r narsa bor. Bolyoy priyomni ushladimi, uni usulidan chiqib ketish juda ham qiyin. Xudo xolsa shuni rivojlantirayotganligiga men ishonchim komil va mana shu xislatini rivojlantirsa, uncha-muncha top jangchilarni yutib qo'yadi. Bu aniq. Va biz undan faqatgina g'alabalar kutib qolamiz. Parterda demak shularni to'g'irlayapti deb ishonaman. Haqiqatdan ham buni ustida ishlayotganligiga men ishonaman. Jismoniy quvvat yetib turganda Nursultonni Bolyoyga olish ham qiyin. Uni kontrol qilish eng azob narsa jangchilar uchun shunday bo'ladi. Yotqizib olgandan keyin bemalol Nursultonga zarbalar berganini qo'ymaydi. U yaxshi harakat qiladi. Mana shu tarafini ham rivojlantiryapti deb umid qilaman. Shunaqa bo'lsa, bugun qisqacha video qilaman. Yana xudo xolasa videolarni davom ettiramiz jangchilarimiz haqida. Bitta bir asabimga tegadigan xabar keldi, ya'ni Ramazon Temirov Aso Almabayev bilan jangga chiqishini eshitib asabim buzildi. Lekin mayli, endi nima ham deymiz. Men boshqa davlat jangchilari bilan jang qilishni xohlagandim. Baribir yana Qozog'iston bilan qo'yishdi do'stlar. Nima ham deya olamiz? Omad tilab qolamiz jangchilarimizga. Kanalga podpisatsiya qilib, like bosib, обязательно shunday kiringlar videoga, qiyin emas, bitta like bosib qo'ysanglar, menimcha olam guliston bo'ladi. Va sizlar bilan Bobur Qurbonov bo'ldi. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat.